tinib tinchimagan kommenterlik ustakalarimiz yangiliklarni zo'rlarni qilishyapti har doimgidek. Lazer realist qo'yishar ekan, mana shu holatda kesib berar ekan. Undan keyin esa har bitta nimasini ko'rasizlar, chiroyli qilib bukilgan va albatta unga ruchkasi bor, mana bunday qo'yiladi. Mana buni sekinlashtirib svorka qilinsa, panshaxa hosil bo'ladi ekan. Panshaxalarni ishlab chiqarishdan boshlabdi. Juda ham izlanuvchan mehnatkor akalarimiz, ukalarimiz bor bu yerda. Ko'rib turibsizlar. Panshaxa, pechka, temirdan lesalar, atsinkovkadan lesalar, betonomeshalka, apalavka, ariston, hamma yo'q chiqadi bu yerda. Like bosamiz, podpishka qilsalar har kuni shunaqangi odamlarga manfaat tegadigan videolar chiqarib boramiz. Faqat sizlardan iltimos like podpishka. Like podpishka qilsalar albatta kimgadir yana bitta nima deydi, rekomendatsiyaga chiqadi. Ya'ni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. O'choqlar, profillar, mana bu yerda ko'chma hojatxona, ko'chma hammomdan hamma yo'q eslashyapti. Qoyillik mana shu tutillarni qo'yib qo'yishyapti. Albatta like arziydi, like bosaveramiz. Mana bu tomonda leysalar, bu nari tomonda ko'chma hammom, mana bu yerda katyollar, hamma yo'q ishlab chiqarishadi. Ustaga nima bu? Ko'chma hojatxona. Qoyil. Hammomi ham bormi? Endi yasaladi hammomlar. Qoyil, zo'r. Xo'sh, mana bu yerda esa aristonlar, yangicha variantdagi, mana bu tepada turganlari ariston, mana bular esa elektrokatyollar, 3 xonani, 4 xonani isitib beradigan katyollar. Buni ham videosini chiqardik, lekin zo'r narsa ekan. Agarda shu narsani olib ularga qo'ysalar, ko'mir o'tini yoqish kerak yo'q. Remont qora yemaydi. Bundan tashqari tabiat. Ya'ni tabiatni zaharlamaymiz. Toza havo bo'ladi. Bu bitta ustaxonadan ozgina parcha edi. Bu yerda bunaqa ustaxonalardan nihoyatda ko'p. Kelaverasizlar.